Salom do'stlar hammaga. Biz bugungi videoda ukam bilan birga VRVS men ko'k tomonman, ukam qizil tomon birga bir quruvchilar jangini o'tkazamiz do'stlar. Like bosib obuna bo'linglar. Kim yaxshi uy qurganini kommentariyaga yozasizlar do'stlar. Like bosamiz, obuna bo'lamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Qururdi? Uyni qizil tarafga qur. Bir-birimiznikini keyin ko'ramiz. Men o'zim tarafni sardiyda quraman. Hop, biz uyimizni Hop, biz birinchi uyimizni nimadan quraylik? Topdim, u oq blokdan quramiz, davay. Hop, bitta. Mana 3 ta. Yo'q. Ana do'stlar. Hop, bitta. Bitta. Yo'q. Do'stlar, bu joyga xato ketdi. Ana. Biz do'stlar kichkina ham shinamgina uy qurmoqchimiz. Yo'q, kichkina shinam bo'lishi shart emasmikin? Shunchalik yetadi do'stlar. Uyam qanaqadir uy quryapti do'stlar. Men uni telefondan qaraganim yo'q. Qarasam bo'lardi, qaramayapman do'stlar. Kimi mana haligi uy yaxshi chiqqanini kommentariyaga yozasizlar. Sizni masalan sizning uyingiz yaxshi chiqibdi demoqchi bo'lsanglar, ko'k tomonda uy yaxshi chiqibdi deysizlar. Agar qizil tomonda uy yaxshi chiqqan bo'lsa, qizil tomonniki deb qo'yaverasizlar. Qizil tomon o'zi ukam. Do'stlar, mana bizni uyimiz ham yaxshi chiqyapti. Hop, mana bu yerdan shunday qilib 4 qavatli qilamiz. 4 qavat debman. 4 ta haligi blok balandlikda. Nechta bo'ldi? Bitta, 2, 3 ta. 4-inchisi chunki bunday qilib tomga yopsak bo'ladi. Sizlar meni uyimga like bosamiz. Men o'zi hamma videolarimni ukam bilan olamiz. Kimga ukam yoqqan bo'lsa like bossin. Kimga men yoqqan bo'lsam, kommentariyada yozib qoldiring. Agar men yoqqan bo'lsam, obuna bo'linglar.
do'stlar, birinchi hop tomini yopish uchun bekka o'tamiz. Bitta ikkita. Mana bo'ldi. Tepasini yopib qo'yamiz. Hop, endi bu yerga kompyuter qo'ysak. Sizlar kompyuterda o'zi aslida kompyuter unaqa emas. Like bosamiz. Agar yoqqan bo'lsa, men qurgan kompyuterim. Mana klaviaturasi, sichqoncha. Endi do'stlar, oldiga nima qo'yamiz? Ko'zni og'ritmasligi uchun bu albatta tuvakdagi gul qo'yamiz. Tuvak qani do'stlar? Ana, hop. Tagi pol qolaveradi. Ba'zi joylariga yo'q, bu yerga emas, televizorni kella mana bu joyga qo'ysak. Ana bu televizor hamma joy eng asosiy narsalardan qo'yapmiz. Hop, bu yerga eng asosiy narsalar non va stik. Bu yerdan esa oqdan qo'yish kerak. Keyin endi bu joyga non turaveradi. Hop. Bo'ldi. Birinchi sandiqni ikkita qo'ysak. Hop. To'xtanglar do'stlar. Bo'ldi. Tepasiga unga esa aynadan olib turib bu yerga ayna bo'ladi. Do'stlar, aynada unchalik tepasiga fortishka qilib qo'yamiz. To'rtburchak aynaga ham bo'laveradi, mayli. Hop, endi
bizga kerak bo'ladi kamonni o'qi. Ikkita pechka qo'yamiz. Bizga nima kerak? Nima? Bizga yana eng birinchi do'stlar bitta qilich olamiz. Bu sandiqning o'rniga mana bu yerdagi bu yerdagi emas. Bu haligi narsa bo'lardi-ku. Qayerda bo'lardi? Qayerda? Mana. Hop, buni tepasiga qo'yamiz. Endi ko'rdingmi seniki? Ha, bitta ichini yopmaysan. Do'stlar, mana bizning uyimiz. To'xtanglar, hali bitmabdi. Tepasidan chiqib qolibdi. Mana do'stlar, like bosamiz. Hop, mana. Jo'ra yuguryapsan. Mana tijor chiqdi. Mana do'stlar, ukamniki ham bitti shekilli. Uka, seni uying bitdimi? Hozir bitib qolishiga oz qoldi. Bo'ldi. Mo'ralamayapsanmi? Menikini. Bo'ldimi-ku? Yo'q. Shunday qoldi. Do'stlar, shuni yetadimi yoki uyini tomini baland qilaylikmi? Baland qilaylik, ajralib turadi. Baland qilgunimizcha ukamniki ham bo'ladi. Bo'ldi. Mana nihoyat bizning uyimiz bitdi. Hop, mana like bosamiz do'stlar. Mengacha sizlar bilan gaplashib turamiz. Sizlar mana like bosinglar, mana. Ko'ryapsizlar uyda zo'rligini. Do'stlar, uyga kirib ko'rsataman. Mana uy. Ko'ryapsizlar. Televizor, chiroq, kompyuter, pianino mana chalamiz. Ovozini balandroq qilsam telefonda. Bulat mana chiroq. Chiroq ham bor mana. Mana kechqurun qilib yorug' qilamiz. Uxlaymiz, televizorlar, kitoblar. Do'stlar, endi sizlarga ukamning uyini qarasak bo'larmidi? Uyingga qarab olaylikmi? Ha, bitib qolishiga oz qoldi. Mana. Ichiga kompyuter qo'ymabman yana. Yo'q, shart emas, bo'ldi. Yo'q. Mana do'stlarimiz, endi ukamni sekin endi uyini borgani ko'ramiz uyini. Uni bir balolar qilishim kerak deyapti. Yetadi. Bo'ldi. Vau, yaxshi uyi, zo'r.
katta nima qilib yuborgan ukam uyini yaxshi. Sal bo'lsa ham. O, yaxshi. O. O qanaqa rasm orqasiga o'tsa bo'larmikin? Bo'lmasa ekan. Yaxshi. No, yaxshi. O shatiga deb chiqib nima qiladi? Fonarlarda o'rnaydimi? Shatini ana shatiga chiqib kitoblarni oladi bunday. Bunday qilib olmasa bo'ladi, yumaydi turib. Bunday qilib. Aytdim-da bossa bo'ladi mana. Shuna olib. Hop, betlarni ko'ramiz. Chiroqlarda o'ynaydi. Yaxshi, sandig'ida damlamalar. Siz damlamachimisan? Ha, bo'ldi. damlama qo'yaman. Endi sen meni uyimga baho ber, senikini ko'rdim. Voy. To'xta, men senikini oxirigacha ko'rmadim, ko'ramiz. Tepalariga endi nima qilgansan? Daraxt. O'zing qurib qo'yibsan-ku daraxt. Ochib ko'rganman. Tagini loy qilib turib o'stirsang bo'lmaydimi? O'zing qurib qo'yibsan daraxtni. Mayli, yaxshi. Endi sen meni uyimga baho ber. Uyim qalay? Zo'r. Ichini ko'ring. Ichini xohlasang ichini ko'r. Voy. Do'stlar, kommentariyaga yozinglar kimning zo'rligini. Do'stlar, sal juda darajada. Kommentga yozamiz kim uyi zo'rligini. Meniki zo'r bo'lsa, ko'k taraf yutdi deylar. Agar ukamniki zo'r bo'lsa, qizil taraf yutdi deylar. Qalay uyim? Zo'r. Zo'rmi? Baho beraman 5. 10 ta non. 10 ta non dedi, 10 dan 10 demoqchi edi. Hop, do'stlar, menga qaranglar. Ko'ryapsizlarmi mana? Tepasida ham shu mana like bosib obuna bo'lamiz. Uka, kechi oldimga kel. Seni uyingda ke derazadan turib gaplashamiz. Derazaga ke, derazaga. Do'stlar, ke. Uka, meniki zo'r ekanmi yo senikimi? Tan ol. Kimniki zo'r? Sizniki. Ana ukam sizniki dedi. Yanada boy bitta. Sizniki. Ana, men uchun ukamniki. Endi qo'yaverasizlar. Haqiqiy kim yutganini kommentariyaga yozinglar. Ko'k yutdi yoki qizil yutdi deylar. Do'stlar, ham like bosib obuna bo'lamiz. Davay. Xayr hammaga do'stlar, ke oldimga uka, xayrlashib ol. Ke. Ke oldimga. Xayrlash obunachilar bilan. Xayr, barchaga salom. Ikkinchi qismini chiqaramiz. Yana agar videosini qo'yib olsa YouTube'ga yana ikkinchi davomini chiqaramiz. Hop, zicha bo'lsa ham, sal-pal bo'lsa ham yaxshi gapirdi ukam. Mana 10 ga tushamiz. 10 ga tushdik uka. 10 ga tush. Ana birgalikda kalonga qo'yamiz. 10 ga tushdik. Xullas, baribir like bosib obuna bo'lamiz. Xayr hammaga do'stlar.